Beshinchi test, 5 sinf ikkinchi test 18-savolda masala berilgan ekan. Demak, birinchisini o'qiymiz. Muhammad Aminda Muhammad Safoga qaraganda 2 marta ko'p daftar bor edi. To'xtaymiz. Endi masalan shartiga ko'ra belgilash kiritamiz. Muhammad Amin, keyin Muhammad Safo. Ikkita bola qatnashyapti. Muhammad Amin, Muhammad Safo. Muhammad Aminda, ya'ni mana bu bolada Muhammad Safoga qaraganda 2 marta ko'p daftar bor edi. Agar men buni x deb belgilash kiritsam, Muhammad Aminda Muhammad Safoga qaraganda 2 marta ko'p daftar bo'lganligi uchun bu 2x bo'lib belgilanadi. Shu bilan mashitkich tugadi. Endi davomini o'qiyman. Muhammad Amin 6 dona daftar sotib olgan edi. Muhammad Amin buni aytyapti, nazorat etyapti ikkinchi holatda. 2x qo'shilgan 6 ta daftar sotib olgan edi. Undagi daftarlar Muhammad Safonikiga qaraganda 5 marta ko'payib ketdi. Tenglik hosil bo'lishi uchun Muhammad Safon daftarlarini 5 ga ko'paytiramiz. Ya'ni Muhammad Safoniki x 5 ga ko'paytirsak 5x bo'ladi. Tenglamani ishlaymiz. Bir tarafga o'tkazsak 5x dan 2x ayrilib 3x teng 6 bo'lib qoladi. X topsak 2. Bundan ma'lum bo'lyapti, dastlab Muhammad Safoda 2 ta daftar bo'lgan. Bizdan masalan shartiga ko'ra Muhammad Aminni so'rayapti. Muhammad Amin bu 2x, ya'ni 2x hisoblaydigan bo'lsak, javobimiz 2 kere 2 teng 4 bo'ladi. C javob.